Jannatga birinchi bo'lib Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam kiradi. Imom Muslimdan keltiriladi, Rasul aytadilar: "Birinchi bo'lib jannat eshigini qoquvchi menman." Rasululloh borib qoqadi eshigini. Jannat eshigiga kelaman, uni ochilishini talab qilaman. Jannat eshigining qo'riqchisi kim edi? Uning qo'riqchisi siz kimsiz deydi. Rasululloh Muhammadman deydi. U aytadi: "Sizdan avval boshqa hech kimga ochmaslikka buyurilganman." Birinchi bo'lib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qoqadi eshigini. Sahih hadislarda keltiriladi, anbiyolardan keyin birinchi bo'lib jannatga kiradigan oddiy inson Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu bo'ladi. Qarang, payg'ambar emas u kishi. Lekin payg'ambarimiz aytganlar: "Vallohi ma watiyal arda khayrun ba'dal anbiya min Abi Bakr Siddiq." Aw kama qala Rasululloh. Allohga qasam, payg'ambarlardan keyin yerni bosgan eng afzal inson, payg'ambarlardan keyin o'rniga turadigan eng afzal inson Abu Bakr Siddiq dedi. Qarang,